Assalomu alaykum ota-onalar. Farzandingizni bilimini yanada kuchliroq qilib boyitmoqchi bo'lsangiz, 38-maktab qoshida ochilgan Birgalikda yuksalamiz o'quv markaziga sizlarni taklif qilamiz. Bizning o'quv markazimizda hozirgi kunda ona tili, matematika, ingliz tili fanlarimiz mavjud. Milliy sertifikatlarga yoki bo'lmasa prezident maktablariga, ixtisoslashgan maktablarga o'quvchilarni tayyorgarlik ishlarini hozirgi kunda ham olib boryapmiz. Farzandingizni agar yanada bilimini chuqurroq qilamiz, quyidagi bizning o'quv markaziga taklif qilamiz. Bizning o'quv markazimiz Birgalikda yuksalamiz o'quv markazimizda ingliz tili, matematika, ona tili kurslarimiz mavjud. Kurslarimiz har kuni bo'lib o'tadi. Sizlarni farzandingizni bilimini yanada yuksaltirish uchun ushbu kurslarimizga taklif qilamiz. Dushanbadan shanbagacha kurslarimiz bo'lib o'tadi. Hozirgi o'quv kursimiz matematika fanidan bo'lib o'tmoqda. O'quvchilarimiz yoz fasli issiq bo'lishiga qaramay matematika fanidan bilimlarini yanada mustahkamlab olib borilyapti. Ushbu xonamizda ingliz tilidan o'quv kursimiz bo'lib o'tmoqda. Marhamat. Mashg'ulotlarimiz qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, sizlarni ushbu o'quv kurslarimizda kutib qolamiz.